Do'stlar, men ko'p gapiryapman. Alisher Navoiy kutubxonasiga borib ishonmasanglar tekshirib ko'ringlar. U yerda rus kampirlar bor. 101, 107 yoshga kirganlar. Undan ham ko'proq yoshga kirishadi. Nimaga bilasiz ularmi? Ularga 107 yoshga kirishdi. Ular kitob o'qiydilar va davomini bilgilari keladi. Bizda yomon narsalar nima bilasizmi? Hamma qimni gapirib bering. Pensiyaga chiqib olganimizdan keyin uyda o'tirib qolamiz va zerikishni boshlaymiz. Yaqinda bir shogirdim gapirib qoldi-da, ustozimga savol berdim. Ustoz, bu kitoblaringizni qachon o'qib olasiz? Qachon bu tamom bo'ladi? Birichidan kitoblarim aynib qolmaydi. Ertaga pensiyaga chiqaman-ku, nima qilaman? Kitoblarimni o'qib o'tiraman. Agar kitob o'qimasangiz, uzoqqa yetib borish qiyin. Yana bir narsani gapirib beraman, Mirza Karim Norbekovning gaplari. Bir kuni Mirza Karim Norbekov otasiga savol berdi. Ota, nima uchun siz do'stlaringizga qo'shilmaysiz? Do'stlaringiz juda chiroyli, kostyum shimlari bor, mashinalari bor. Siz yosh bolalar bilan o'ynaysiz dedi. O'ynaysiz dedilar. Otam savolimga javob qaytarmadi. Oradan 30 yil vaqt o'tdi. Otam savolimga javob qaytardi. Bolam, esingdami shu bunaqa savol bergan edik? Ha, ota, esimda shunday savol bergan edim. Otam aytdilar. Shu havas qilayotgan do'stlarim qayerda? Ada, bittasi ham qolmadi, hammasi o'lib bo'ldi, bitta siz qoldingiz. Bolam, bilarmiding meni astmam borligini? Bilarmiding meni yuragim bir marta infarkt bo'lganini? Agar meni u do'stlarimga qo'shilganimda nima bo'lardi? Ular kasalliklar, muammolar to'g'risida gapiradilar. Men ham uzoqqa bormasdan ketgan bo'lardim. Meni yosh bolalar bilan o'ylaydi deding. Bilib olgin, bolam, haqiqiy hayotda yosh bolalar yashaydi. Ular hech qachon o'lim, kasallik va muammolar haqida gapirmaydilar.